skuter narxlari juda ham arzonlashib ketdi akalar. Xullas $600, $700 sotilgan skuterlarimiz $450 dan xarid qilib kelsanglar bo'ladi. Bunda 5 ta akkumulyator bo'ladi, 60 km masofani bemalol bosib o'tadi. Bundan tashqari 1 yil kafolat beradigan Li9 skuterlarimiz bor. Ular Gerov brendiga tegishli. Buni kichkina modeli ham bor akalar, $400 dan. Motor miyasiga 1 yil kafolat beramiz. Ular Li9 ga ham 1 yil kafolat beramiz. Bunda 5 ta akkumulyator bo'ladi. Xo'p, bitta zaryadkada 70 km masofani bosib o'tadi. Juda ham yumshoq skuter. Eng asosiysi prava dokument so'ralmaydi bularga. Li9 skuterimiz 6 ta akkumulyatorlik 100 km yurib beradi. Xullas kafolat beramiz 100 km yurishiga. Maksimal tezligi 45-50 ga chiqadi. Juda ham yumshoq skuterlardan. Razgomi ham juda ham tez akalar. Buni har xil ranglari bor. Bemalol kelib xarid qilib kelsanglar bo'ladi akalar. Dokument, prava, nomi umuman shart emas. $350 dan so'nggi modellarimiz bor. Bunda ham 5 ta akkumulyator 50 km, 60 km masofa bosib o'tadi. Bularga 1 oy garantiya beramiz. Eng arzon skuterimiz mana. $280 dan ular Zemma modellarimiz. Bunda hamma funksiyasi bor. Old tormozlari jitkisli bo'ladi. Masofadan boshqa shun pultlari ham bor. Akkumulyatorlarini bu yoqda mana Mercedes mashinasini ko'rsanglar bo'ladi. Ovozi juda ham ular moshni. Xo'p, keyingi modelimiz Redline. Redline modelimizdan juda ham oz qolgan, bitta qolgan. Buni $650 dan xarid qilib kelsanglar bo'ladi. 6 ta akkumulyatorlik. Maksimal tezligi 60-70 ga chiqadi. Xo'p, assortiment juda ham ko'p akalar. Bu yoqda brendiviy skuterlar Aima Gerov. Ularga ham 1 yil, 1,5 yillik kafolat beramiz. Hozirgi kunda taroveh namoziga borish uchun, yosh kattalar maza qilib haligi borish uchun 3 g'ildirli skuterlarni tavsiya beramiz. Birinchisi mana Tesla Pro. Xo'p, juda ham yumshoq skuter, 3 g'ildirli. Buni narxi xo'p, $600. 60 km masofa bosib o'tadi. Keyingi modelimiz yosh kattalar uchun mo'ljallangan tritsikl. Bunda nevaralar bilan bozorlarga, ular choyxonalarga borsanglar bo'ladi. Juda ham qulay skuter. Orqada ham mana sidani yotqizib qo'ysa, orqada ham bemalol bittadan o'tirib ketsa bo'ladi. Buning narxi $600. Keyingisi usti yopiq varianti. Buning narxi $750. Eng oxirdagisi u ham yuk tashiydi, ham odam tashiydi. Buning narxi $800. Mana bu yoqda yuk tashiydi, 400 kg yuk oladi. Sidasini ko'tarib qo'ysa, xullas odam ham tashisa bo'ladi. Xo'p, o'zimizda hamma zapchasi bor. O'zbekiston bo'ylab kelishilgan narxlarda dastavkasini qilib beramiz. Toshkent shahar ichida kelishilgan holatda ma'qul kelib qolsa dastavkasini ham tekinga qilib beramiz Toshkent shahar ichida. Ular zapchaslari ham bor. Manzilimiz Sergeli Moshina bozor ro'parasi. Bugungi sana 24/02/2026-yil. Xullas, narxlar juda ham arzonlashib kelib, bemalol xarid qilsanglar bo'ladi. Videoga like bosib, obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin. Bu tarafda muraviylarimiz ham bor, mana. Neobishniy rangidan bor muraviylarimizni. Oldi ballonlarini bitta ko'rsanglar bo'ladi. Juda ham qalin ishlangan, 1,5 tonnalik har xil ranglaridan bor, star stoplik. Ular sizlar qanaqasini xohlasanglar, shunaqasidan terib beramiz. Ular videoga like bosib, obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Salomat bo'lasizlar.